Toshkent tumanida me'yoriy talablarga javob bermaydigan yana bir obyektda qurilish to'xtatildi va uning bir qismi buzib tashlandi. Binoning fundamenti bu narsaga mo'ljallanmagan. Chunki hozirroq qurilish to'xtatish kerak. Konstruktorni hozirroq qilish kerak. Bugunoq chaqiring. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tadbirda Toshkent tumani Tixay yo'li bo'yida qurilayotgan ko'p qavatli bino loyihasiga o'zgartirish kiritilganligi, ichki g'isht terish jarayonlarida loyiha talablariga amal qilinmaganligi aniqlandi. Qurilish obyektining ayrim qavatlarida tasdiqlangan shaharsozlik hujjatlarida gazoblok terish ishlari ko'rsatilgan bo'lsa-da, amalda g'isht terish ishlari bajarilgan. Ushbu kamchilik ham binoning loyiha yechimlariga zid ravishda bo'lib, binodagi kelgusidagi zilzilaviy holatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. Nazorat tadbir davomida binoga loyihada ko'rsatilmagan qo'shimcha qavat qo'shilganligi ham ma'lum bo'ladi. Noqonuniy qo'shimcha qavatni demontaj qilish ishlari zudlik bilan boshlandi. Inspeksiya xodimlari tomonidan loyiha talablariga zid ravishda bajarilgan ishlarning barchasini buzdirish bo'yicha yozma ko'rsatmalar berilgan hamda buzdirish ishlari boshlab yuborilgan.